bu qishloqda zo'r deyishuvdim. Ayla, yaxshi. Xullas, men bu yerdan uy sotib olsam bo'ladimi? Ha, albatta. Bu yerda uylarni o'zing tanlab ol. Ha, unda men uyni tanib olaman. Xayr, mer. Bu yer qanaqa joy bo'ldi? Men bitta qarab kelay. Voy, sen o'yinga uylarni tanishib tushundingmi? O'sam oyligingni bermayman. Ha, mayli. Ay, pulingiz bormi? Kim, menmi? Ha, bor. O'zim bu yerda tanishtiraymi? Yo'q, to'xtang deb yo'q. Ozgina sarchaqam bordi. U yerda tursam o'lamanmi? Albatta. Yoki tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bitta sakab ko'ringchi. Yo'q. Jeki ketdik. Yo'q, men sakragim kelmayapti. Bitta qarab ko'ray. Tushunmadim. Nima bo'lyapti? Kimdir meni qanday qilib urib? Oy, kim uryapti? Kimdir meni uryapti? Kim? Men bu yerlarni unchalik tanimayman. Shunday nimadir bo'lyapti. Qishloqda arvoh paydo bo'lgan edi. Qoch! Tush ketmay. Kim bor, yordam! Boryapman. Yordam kerak. Yordam kerak ekan bitta qishloq aholisiga. Oy, kim bor, yordam! Boryapman. Sezar, yordam! Men sherdaman-ku. Oy, kimdir meni uryapti. Goblin chiqardi ekan. Bitta urib kerak. Kimdir meni urdi. Goblinni bitta urib. Minecraft bug bo'lyapti menimcha. Hay. Ay, keling. Goblinni urishim kerak. Kim meni uryapti? Goblinni ursam javob bildiradi. Qanday meni urishyapti? Bitta urib ko'rish kerak-da. Nima tushunmadim kimni uryapti. Hozir ko'ramiz. Nega yomg'ir bo'lyapti? Qoch. Hoy! Sezir! Qishloq tanishtirishim kerak, yuring. Boryapman. Hozir meni ko'chada yurganimizni ko'rsa, men boshimda ikkidan ayirlar. Boryapman. Balki turgan. Ay, tuzoq. Bu yer nimaga turibsiz deb so'ramoqchidirsiz? Bu yer nima o'zi? Bu yer mening asamdan chiqarganlar qamoq qo'ydi. Bo'ldi, sizga voy nima qildi? Bu yer nima? Voy, bu yerda kimdir o'lyapti. Magazinmi? Bitta qo'y. Magazinda kiyimlar bor ekan. Kimdir Balkim magazindagi kiyimlar olyapman. Voy, kimdir tiqilib qoldi. Magazindagi kiyimlarni men oldim. Ay, kalamsiz, to'xtang. U baxtli fermer. Boyagi uchun qo'ying. Qishloqqa yursa, urush boshlaydi. Agar sizga bo'yingiz ko'p bo'lsa, masalan, qishloqlarga ko'rsatib o'tirmaydi. Qishloqlar bash kuch kuyatgani birdan bu qishloqqa sig'dirmaslikni boshlaydi. Tushundingizmi? Tushundim. Bu yerda yashashingiz ham mumkin. Kechiring. Bu yer qanaqa? Salom do'stlar. Yer meni uyim. Sen kimsan? O'zing urushga nima haqqing bor sening? Uyingga kelib. Men bo'loqlik. Men ko'raman. Mazza turdik. Nimaga o'zingdek qilib meni uryapti? Men menga aytaman. Buni javobsiz qoldirmayman. Men menga aytaman. Qaysi yerdan? Men bu ishni menga aytaman. Men bu ishni javobsiz qoldirmayman. Men nima urib ketyapti? Salom, meni uyimga kelib birov urib ketyapti meni. Sizga bunaqa tasvirlashim mumkin. U odam masalan kim? Uning tepasida onam degan yozuv turadi. Bu yog'ini bilmayman. U demak, men uni tanidim. U ham yangi kelgan qishloqqa. Lekin hamma menga Vezirjon do'stim aytayapti. U hammaga indamay yuradi-da, lekin uyimga o'zidan o'zi bostirib kelib uryapti. Buni unda meni oldimga chaqir, o'zim gaplashaman. Ha, chaqiraman. Hoy ber. Polizlarimni uzr to'layolmadim chunki polizlarim hali o'smadi.
Sen bola o'zi yomon bir asabni buzyapsan. Sen ishqa o'zingni uydan ketasan, bilmayman, avvalgi uyga ko'chasan, boshqa uyga ko'chasan, bilmayman. Sen boshqa uyga ko'chasan. O uyda seni arzirlashlang bo'lmaydi. yangi kelgan bolacha. Mayli. Yangi kelgan. Lekin Seni mer kuzga tushganda uchrashamiz. seni mer chaqiryapti, bor. Mer aytganga kirmaysanmi sen? Mer chaqiryapti. Qo'yimdan xamirladim. Men o'zi bilardim shunday bo'lishini. Merga bekor hamma narsani. Mer chaqiryapti dedim. Sen gapimga quloq solmading. Kirgizmayman eshikdan. Kirma. Afsuski, boshqa uyga o'tishga majburman. Bu yerda hamma narsa jarayonning narsalari. U nima qilyapti? Siyishga qo'ymaysanmi? Yo'q hali. Uyatsiz. Kap-katta yoshingni qara. Qilch ushlab olibdi, meni o'ldirib oladi. Kimniki bu? O'ldiradi, qilch ushlab oldi. Mer. Yo'q, menga. Men bu yerda hech bo'lamas ekan. Telefonimni qo'y. Qoch. Faqat men ularni qo'yaman. Haykal. U haykal. Voy! Qoch, u qilchda o'ldiradi meni. Mer unga bir tin ekan. Men sizga sovg'a. Rahmat, o'zi yaxshi bo'lasan, sen buni paqir o'ynamadi. O'ldiraman. Qayerda u? Nimadir muammo bo'lyaptimi? Meni bo'ynaga qilchda solyapti. Voy, nima bo'lyapti? To'xtanglar, urushmaydi. Yordam, o'yamni illatib oldim pastdan tushib. Water drop. O'lib qoldim. Qushdan ketib qoldi. Narsalarim, olmasim bor. Nima bo'ldi? Nega Meni o'ldirdi. Menga aytaman, men ikkinchi hayotimdan ham ayrildim. Ikkinchi hayot o'lyaptimi? Necha millionga sotib olding? U meni o'ldiryapti. Nima? Meni oldimga chaqir degandim-ku. Meni o'ldirdi. Topdim, bu yerda topdim. Yaramas. Meni ikkinchi hayotimdan ham ayirdi. Senda ikkinchi hayot ham bor ekan. U men gapimga quloq solmay qo'ygan anchadan beri. Menimcha uni o'zing hal qilishing kerak. Men bu yerdan chiqarmayman. Mendan ko'rinmas blok xalaqit beradi. Mana chetimda qarab ko'rish olmasang. Menga yordam kerak. Kim bor? Rusdan chiqolmaysizlar. Vizirjonga yordam kerak. Yordam beringlar, meni o'ldirishmoqchi. Kim bor? Yordam. Boryapman. Sizlar yordam ber. Boryapman. Ur uni, ur. O juda bittagina jon, bitta. Qochdik, Vizir, unga kuchimiz yetmaydi. Masalan, chaqirishimiz kerak. Voy, Vizir, qoch tezroq. Meni birinchi hayotimda, ikkinchi hayotimda ham ayirishdi. Meni uchinchi hayotimdan ayrildim. Voy, bu yerda nimalar bo'lyapti? Menga tezroq aytishim kerak. Mer, hozirroq politsiya chaqiring. Hozir chaqiraman, Frost nima bo'lyapti? Ko'p gap qilmang, tezroq chaqiring. Bu yerda janjal boshlanib ketdi. Qoch. Amas, qaytar tezroq. Pastga tashab. Qoch, uni qilchi bor. Qochish kerak. Bizlar ham qilch sotib olsak bo'lardi. Meni qilichim bor faqat. Timur, meni bitta blogim yo'q, 64 talik. Men bitta blogim yo'q, 64 talik. Yelanati. Blet, nima bo'lyapti? Yelanati, men 64 ta blogim yo'q. O'ldim. 4-chi hayotimdan ham ayrildim. Bu yerda Minecraft olamida qandaydir muammolar yuz beryapti. Buni hozir politsiya chaqirish kerak. Menimcha anu tintak, mer politsiya chaqirdi desam, tintak hali ham panetkasi yo'q, shuning uchun hech narsani bilmay o'tibdi. Qo'y, tarixiy joyga tegish mumkin emas. Qo'y, tarixiy joyga teginyapti, menga aytishim kerak. Qani u? Tarixiy joyda buzish mumkin emas-ku axir. Mayli, 64 ta blogimdan ayrilsam ayrilibman. Bu tarixiy joyga mumkin emas tenish. Yo'q, hech qayerda. Mana yerga kirib olgan. Tarixiy joyga tenish mumkin emas. O'tamiz. Mayli, lekin u qilichi bor, bizga ham qilich kerak. Uni yengish uchun. Lekin qilichimiz yo'q bo'lsa qochish kerak degani bu. U bizlardan hozircha kuchli, hozircha. Hozirchalikka kuchli, lekin hali Jeffrey Epstein ham mendan kuchli bo'lmagan. Bo'ldi. Masalan, chaqirgan bo'lish kerakmi?
Militsiyalar, Voy! militsiya. Oo, bu yerda Nima deysan? Masalan, chaqirdim, lekin ular negadir kelishmadi. Chunki deganda ularning ko'proq ishi bor ekan, bizlarni ham ko'ra. Biz burchakda joylashgan qishloq bo'lsa, baribir hech narsaga kuchimiz yetmaydi. men bo'ldi uyimni almashtirdim. Ikkinchi kompotda uyda yashayman. Mening avvalgi uyimdami? Ha? Yo'q, ikkinchi kompot. Mening avvalgi uyim-ku bu. Men shu yerda yashayman. Siz mendan tortib oldingizmi? Nimaga uyimni tortib oldingiz? Men hech qanday men yashayman deyapman. Yuray, mer bilan gaplashib olishimiz kerak. Yuray, Ketdik. bu yoqqa keng. Men- Voy mer! Chaq tezroq. Voy! Qani anavi? Gapida tursin, bu yoqqa kel, bu yoqqa. Davay, boryapman. Nima bo'lyapti? Meni nohaqlik ketyapti. Davay mer. Qarang, meni uyim tortib oldingiz. Mana nimaga men uyimda yashab endi? Davay, ayting men. Mana bu emasman. Nima men uyimda yashab, ayting men. Davay ayting. Ha. Qot. Merda gapirgisi kelmayapti, bor. Mer. Floss, baribir. Ishtasi kuch yetmayapti. Yo'qqa. As qilaman ustingdan. Bor arsqi. Uyingda ham, molingda ham yo'q qilaman. Bor arsqi, bor. Yaramas, nimaga olding? Men seni Urush yo'q. Kirib ketdim sandiqqa. Mayli, keyingi safar kelaman. Keyingi safar bor. Hozircha toshing dedi. Toshim yo'q, toshib ber teraman. Bor ko'chadan de. Toshlar yaramas. Dakka. Endi qochasanmi qilar ishingni qilib? Sen yaramas, qilarishni qilib qochding-ku. Yor merga aytib qo'yarsan, mer floss. Merga aytib qo'y. Nerda ham yopishim kerak, hech kim ko'rmasdan. Birov ko'rib qolgidek bo'lsa, mening boshimni oladi. Chunki men. Voy, nima bo'lyapti? Men TV qavatga chiqyapman, inson narsang o'rgandim. Ey, uyatamasmi? Merga TV qavatga chiqyapman. Chiqyapman. Voy, vashsha, bu qishloqda sizlar kelganlaringdan keyin hech kimga ko'p qolmadi. Men ham qilich yasayman albatta. Bu qishloqqa sizlar keldinglar, hech qanday bir to'g'rilik va omonlik qolmadi. Nima bo'lyapti bu qishloqda o'zi? Nima narsa bo'lyapti? Ye! O'g'rivich! Qanaqasi aytding? O'g'rivich dedim. What? Seni o'ldirmoqchi. Seni o'ldiradi. Nima bo'lyapti? Yordam ber. Nima qilib olding? O'laman dedim. Meni o'ldir. Sezar, qoch. Men qutqaraman seni. Hech qo'y deb. Davay, Ulxomni taniysanmi? U qo'shiqchi. Ha? Yo'q, Ilhom O'rolov degan bitta kanal taniyman ekan. U qanday kanal bo'ldi? Dublyajchimi? Adashmasam, dublyaj. Dublyaj aktyorlarda. Ulxomni nimaga tanimaysan? Axir u ham buyuk qo'shiqchi-ku. Avval bo'lgan. Hozir siz jid chaqirgan. Yo'q, men temir blogim. Meniki. Demak, mer bugun. Voy, to'xtang. Nima bo'lyapti? Men temir blogim olibdi, billat. Chiqib. Bu safargi video mana shu yerda yakunlanadi. Menimcha ha. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan bizning Jamol bo'ldi va keyingi videoda ko'rishguncha bay ston. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Sezar bo'ldi. Hammaga xayr, sizlar bilan Sezar. Hamma xayr do'stlar. Bo'pti. Hamma xayr. Bo'pti. Bo'pti.